Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Navalning Fatih Malijin ofisira kiyimini topshirib olgan yerini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Naval bo'pini ko'tarib, beshini salgan beti orqasidagi mashinalarga qarabmi qo'ymay mangdi. U bo'lmug'ur xiyollarga berilganiga afsuslangandek masxara aralash kulimsiridi. Muhit singlisining mashinaning orqasidan mingib Nil daryosi ko'chasida yo'qab ketganligini ko'rganida yuragi qipidan chiqib ketayla dedi. Uningga chil bo'ra singlisini yutib ketayotgandek, o'zining nom obro'yini chaynab burda qilayotgandek, badindagi har bir parcha go'shtda chish izi bordek. Ulardan qon tepchib turgandek, qalbida qandaqdir bir narsa cho'qan silayotgandek bilindi. Muhit o'rnidan qo'zg'alib achchig'i bilan yugursa, orqasidan chil bo'ra qo'g'lab ketadigandek qo'rqib asta mangdi. U bir necha qadam mangmayla bir bo'pini ko'tarib qaytib ketayotgan singlisini ko'rdi. Naval beshini tuvan silib avtobus bekitiga qarab ketayotdi. U singlisining yiniga berib, uning bilan birga ketishni o'yladi-yu, lekin niyatidan yondi va barg'usi yo'q bo'lsa-mu, bir xil g'amkin holda maktabga qarab mangdi. Singlisi uni yana ko'rmadi. Navalning vazifasi tamomlandi. Shunga u xotirjam holda avtobusga chiqdi. Apsi sezib qolg'ucha uyga berib olishni o'yladi. Naval bayotinqi ko'rinishlarni eslashga boshladi. Fatihning mashinani ati topaman degan so'zi yodiga kelib, bir ishni tushungandek bo'ldi-da, ko'zlari paqirab ketdi. Demak, Ibrohim ata bu oiladan ketadi. Naval endi uni ko'rolmaydi. Ishni chekib yuz yuyishga chaqirolmaydi. Noshtilik akilib berolmaydi. Uni yedilolmaydi. Navalda endi ko'ngilni shod-xushallikqa cho'mdiradigan tuyg'u paydo bo'lmaydi. Bu oiladagi hamma ish xuddi soatning chikildishidek bir xil va jonsiz bo'ladi. Ma'nisiz so'zlar takrorlandi. Ojisi bilan ojisiga xushtar uzuntura, simiz, doktor, injener qatorliqlarning elchilari to'g'risida pishirilishidi. Uning o'y fikr tasavvurlari ilgirgidek bir odamga markazlashmay, tuturuqsiz narsalarda bo'ladi. U yana kutish, tugumas kutishlar ichida yashaydi. İftar vaqtini, zuhurluq vaqtini, dadisining ketishini va kelishini kutidi. Hayit bayramlarni kutidi. Ojisining yotliq bo'lishini kutidi. Ondan birarining o'ziga elcha kirgizishini, o'zini amriga elishini kutidi. Mana mushundaq ma'nisiz turmush yana boshlandi. Uning turmushida Ibrohim endi bo'lmaydi. İbrahimni ko'rolmaydi. Mangu ko'rolmaydi. İbrahim hargiz bundaq odatdagidek ma'nisiz turmushni kechirmaydi. Navalning yuragi qisilgandek bo'ldi. Naval avtobusdan tushdi. U hayotini qo'lida ko'tarib, dengizga tashib etish uchun ketayotgan odamdek yo'g'on bo'pini ko'targan peti uyiga qarab ittik mangdi. U putining uchidan dassab ustinki qavatga chiqdi. Eshikni asta ichib uyiga kirdi. Uy ichi jimjit edi. U bo'pini ehtiyot bilan yerga qo'yib, boya qulub to'shkiga tiqib qo'ygan qog'ozni elib etdi. U oyog'ini silib, bo'pini va oyog'ini ko'targan holda mehmonxona uyga kirdi-da, almon-talmon kiyimlarini almashtirib, mehmonxona uydan chiqdi. Yana putining uchida dassab oshxonaga qarab mangdi. Eshik tuviga kelib, opisi ojisiga qarab o'z ko'ziga ishonmay qoldi. Opisi bilan ojisi Naval uydan chiqib ketgan chog'dagiga o'xshash o'z ishi bilan banit edi. Samiya qochquchlarni yuvayotdi. Opisi yana qochqucha ishkabini ratlayotdi. Uningga bu oiladagi hamma narsa, hatto vaqtmi to'xtab qolgandek bilindi. Ammo u uydan chiqib qaytib kelguncha oraliqda yarim soat o'tgan. Hamma ish yarim soatda tugagan edi. Opisi qizining qaytib kelganligini ko'rib, uningga qaramayla so'radi.
Uyup boldungmu? Uyup boldum, apa, dedi titrek aralaş avazda. Yaxşı, o'ltirib purchaq axla, dedi apisi. Samiya Navalga sirringni oshkorlayapman, deb qo'rqitmoqchi bo'lgandek achchig'i bilan qaradi. Naval ojisiga sirimni oshkorlamag'iningga rahmat degandek muloyimlik bilan qarab qo'yib oshxonaga kirdi. Qog'ozga o'roqliq purchaqni ko'tarib sirtqa meng'idi, apisi to'xtatib oldi. Nega borasan? Radioning yonida o'ltirib axlayman. Ya Allah, ajabmi o'yinchisan. Radioning yonida o'ltirmasang, purchaq axlayolmamsan zodi. Obdan qizim. Samiya oshxonaga bir kirib olsa, qo'li putuq tegmay ishlab ketidi, dedi apisi ishini qilib etib. Naval oshxonadan chiqib ketdi. Purchaqni mehmonxona uydagi kichik shiraning ustiga qo'ydi-da, mehmonxona uydagi kiyimlari bilan iliqi bo'pini ochiqib kiyimlarini hujrasiga tashlab qo'ydi. İbrahim bar uyning eshigini yenik chekdi va bo'pini ko'tarib uyga kirdi. Uning hasratlik ko'zlarida yosh tomchilari lig'irlaydi. İbrahim Navalning qo'lidagi bo'pini oldi. Qo'shiqdan yuragi qipidan chiqib ketaylar deb qoldi. Sizga qandoq rahmat aytsam bo'lar? dedi u kulib turib. Fathi mashinani ata topaman deydi, dedi Naval İbrahimga qaramay. İbrahim uning hasratli ko'zlari qarab gangirgan holda. Rahmat, dedi. Naval un chiqmadi. İbrahim uning qayg'uli holatini ko'rib tashvishlanib so'radi. Biror ish bo'ldimi? Naval xuddi barmoqlarini uzvatkusi kelayotgandek bir qo'lining barmoqlarini yana bir qo'lida tortib turib so'radi. Bizning uydan chiqib nega borasiz? Rostini aytsam o'zimni bilmayman, dedi İbrahim uning nim uchun hasratlanayotganligini oz-to'la pamlab. Biz sizning aman eson ekanligingizni qandoq bilamiz? Naval İbrahimga tikilib qarab, uningdan o'zining huquqini talab qilayotgandek tarzda so'radi. Mubodo men tutilib qolsam gazetdan bilasizlar. İbrahim o'zining umidsizlanganligini zonglik qilgandek talaffuzda javob berdi. Naval uningga ayblagandek jiddiy qiyofatda qarab qo'yib, İbrahimdan xafa bo'lgandek burilibla chiqib ketdi. Naval mehmonxona uyga kirdi. Biroq uning diqqati chechildi. U qog'oz bo'loqni ichib parishonlik bilan purchaq axlashga boshladi. Tuyuqsizdan ko'z yoshlari mangzin bo'ylab eqishga boshladi. Uning yolqinlik hissiyoti yig'iga o'rilgan edi. Muhit maktabdan yondigan chog'da uyga qaytib keldi. U uyiga parishon holda jimmitda kirib keldi. Singlisi bilan İbrahimga hech narsa demadi. O'zining Navalga agishib borganligini, Naval Fathi Malijidan harbiy kiyimni elish uchun saqlab turganda uni kuzatib turganligini aytmadi. U o'zini ahmoqlik qilib Fathi Malijining axloqidan, hatto bariq siyosiy harakat elib berayotgan yoshlardan gumonlanganligidan xijil bo'ldi. Chunki u hozirgacha ana shunday gumoniy qarashda edi. O'quvchilarning siyosiy ishlarga aralashishi faqatla qalaymaqonchilik tug'dirishdan boshqa narsa emas deb qaraydi. Agar birari uningdan "Ulardan sening nim farqing bor?" deb so'rg'idak bo'lsa, u "Undaq o'quvchilar yuziqining keladi" deb javob beradi. Uning qarashicha, ularning vatanparvarligi xuddi oldidan o'tib ketayotgan qizga qiziqqandek bir ish edi. Ularning to'g'ligan shuarlari hargiz ularning yurak so'zlari bo'lmasdan, balki qizlarning quloqiga pichirlab aytiladigan muhabbat so'zlariga o'xshashlar bir gap edi. Ular azmatlardan emas. Texi ularda azmatlarga xos xislatmi yo'q? To'g'ri, u İbrahimga ishnatdi. Uyiga İbrahim yoshurg'ili kelishdan burunla uningga ishnatdi. Ammo uni kam so'z, eg'ir bisiq, o'zini ko'rsatishni xolamaydigan, men qaltis vatanparvar deb da'vozlik qilmaydigan yoshlardan deb tushunatdi. Hozir qaraganda İbrahimdan bo'lak yana nurg'un kishilar haqiqiy azmatlardan ishgan.
axloqliq ishkan. U o'zining ularni siyosiy ishlarga aralashadigan saboqdoshlarini xato ayblab qo'yganligini, endi bu ko'z qarashida tubdan o'zgarish bo'ladiganligini, ularning oliyjanob, samimiy yoshlar ekanligini his qildi. Ular to'lg'an shuarlar hozir muhitga boshqacha ta'sir qildi. Bu shuarlar chin qalbdan to'langan edi. Ular o'tliq yurakning cho'nqur qatlamlaridan etilib chiqqan zambirak o'qlari edi. Muhit hujraga kiribla İbrahim bilan salomlashdi, ammo o'z qiliqiga xijil bo'layotgandek uningga tikilib qaraya olmadi. İbrahim uningga xush xabar yetkazmoqchi bo'lgandek: "Kim qo'lga keldi? Navol akeldi?" dedi. Muhit ko'zlarining uchrashib qilishdan qo'rqib boshqa yoqqa qarab oldi. "Qani, ishkapta. Kiyib vaqtingizmi?" Muhit o'zini tinchlantirish uchun so'radi. "Xuddi men o'lchab tikkandek keldi. Xudoga shukr, ata men leytenant bo'ladigan bo'ldim." Muhit un chiqmadi. İbrahim do'stiga tasalli bermoqchi bo'lib kulimsiragan holda: "Ata mashina tayyor bo'ldi ekan. Shuning bilan hamma ish bitgan bo'ldi", dedi. Muhit burunqi gunohini yumoqchi bo'lgandek qizg'inlik va samimiylik bilan: "İbrahim, gapimni anglang. Rostini aytsam, sizni ketkizgim yo'q. Dadammi shundoq. Agar atiki ishqa ishonch qila olmasangiz, bo'ldi qiling. O'zingizda ishonch bo'lguncha biz bilan turavering." İbrahim Muhitning samimiyligini dangsayotgandek uningga ko'zini uzmay qarab ketdi. Ma'lum vaqtdan keyin ahvol yaxshilanibmi qolar? Muhit butun badanining qizib ketayotganligini sezdi. "Rahmat Muhit", dedi İbrahim. "Yaxshisi men atili ketay. Men bu kunlarni hargiz unutmayman. Sizlar mening hayotimni qutuldirib qoldinglar. Sizlarga avorchilik tepib berganim o'zimga ayon. Men sizlarning yaxshiliklaringizni mangu unutmayman. Bu qilishga tegishli ishlar. Muhimi, sizning bexatarligingiz kapolatga ega bo'lishi kerak. Shuningda biz xotirjam bo'lamiz", dedi Muhit bo'g'ilgan ovozda. "Hayotimning bexatarligi ömrüm bo'yi kapolatga ega bo'lmaydigan o'xshaydi. Hech kim mendan xotirjam bo'la olmaydi ekan. Peshonamga putilganni ko'rarman", dedi İbrahim o'zini va taqdirini mahsira qilayotgandek mo'risini qisib qo'yib. "Undaq demang, Xudoyim saqlaydi", dedi Muhit ko'ngli buzilgan holda. İbrahim jim bo'lib qoldi. Muhit kiyimini yutkidi. Xeyli vaqtgacha ular bir-birining ko'nglini ko'tarish uchun maktab va cho'ng-cho'ng siyosiy ishlar to'g'riliq so'zlashdi. Bovay qaytib keldi. Muhit uning oldiga chiqmoqchi bo'lib manganda İbrahim: "Atik ishni tag'amga aytmag'in", dedi. "Nimishqa?" hayron bo'ldi Muhit. "Hamma ish burunqidek bo'lsin. Tag'amni xotirjam uxlasin. Chunki turmadan chiqishni kutish turmada yotgandimi eg'ir. Men chiqib ketsam sizlar turmadan chiqqandek bo'lasizlar." Muhit taza qoyil bo'lmay: "Bo'pti, aytmay", dedi. "Hech kimga aytmag'in. Hamma achamga, Samiyagami aytmag'in. Navolga hech kimga aytmaslikni topilib qo'yay", dedi İbrahim. "Ma'qul", dedi Muhit chiqib ketib. Muhit chiqib ketib bir ozdan keyin bir parcha Al-Ehram gazetini ko'tarib qaytib kirdi. İbrahim uning qo'lidan gazetni ilib o'zining ismini izlashga boshladi. Saqchilarning o'zini izlayotganligiga doir xabarni va qo'lga ilishlar to'g'risidagi xabarlarni o'qib, İbrahimning chiroyidagi jiddiylik asta yo'qolib ketdi. Tushdan keyin soat 3larda bovay uxlab qolgan edi. To'yiqsiz eshik qo'ng'irig'i jiringlab ketdi. İbrahimning yuragi ixtiyorsiz jig' qilib qoldi. U hujumga o'tgan qahramondan qechib yurgan qahramonga o'zgargandan buyon mushundoq cho'chiydigan bo'lib qolgan edi. Muhitning ko'zoynak ostidagi qopqi xuddi qush qanotidek lipildab ketdi. Ular lappida bir-biriga qaradi. Ondan maslahatlashib oldi. Muhit hujradan chiqib ishni him yapdi. Navolmi paydo bo'ldi.
Uning chiroyi o'zgarib ketgan edi. So'ramay turib ishni ochma, deb tapildi Muhit uning shivirlab. Bo'ladi. Naval asta mengib ishik tüvi keldi. Muhit xabar kutib o'rnidan qimirlamadi. U singlisining ishikdagi kichik teshikni, ondan ishni ochganligini angladi. Naval qaytib keldi. Uning orqasida Abdulhamdi bor edi. Muhit Abdulhamdini ko'rib, geydiga bir narsa turib qolgandek, arvoyi uchgan holda og'zini purishtirdi. Abdulhamdi uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi va "Tog'am uxlab qoldimi?" dedi pichirlab. "Ha-a." "Yaxshi-g'u", dedi Abdulhamdi hijiyib. Muhit achchig'ini yutib, gap so'z qilmadi. "Qaysi uydasizlar?" so'radi Abdulhamdi. Muhit hujrasiga mangdi. Ondan ishni ichib, yirgangan holda "Kirgin", dedi. O'zini besib olgan Ibrohim Abdulhamdi bilan uchuq chiray ko'rishdi. Uchaylan o'ltirishdi. Abdulhamdi o'zining yangi lohiyasi bo'yicha salopatlik, eg'ir bisiq, hozirgi eg'ir sharoitni to'liq mo'lcharlagan odamdek o'ltirishqa, ba'zi qarashlarini to'liq sharhlamagandek ta'sirat paydo qilish uchun oz so'zlashga, so'zlagandimi gapni qisqa qilishga, hatto kulkisinimi chex qo'yishga tirishdi. Lekin Abdulhamdi hayal o'tmayla bu roldan to'ydida gap xaltasini ichivetdi. Yinida boshqa odam yo'qdek kuliverdi. U ana shundoq asli qiyofasini yushirolmaydigan, so'zman, gumonxo'r, shamolga qarab o'zgarib, kishilarning ko'nglini ololaydigan odam bo'lib, bu hunurini ko'z-ko'z qilishga odatlangan edi. U turibla o'zining ko'proq so'zlayotib, chekdan ishib ketganligini tuyib qoldimi, birdilla jimib qolatdi. Ammo tilini qichishtirayotgan hikoyalarini, masalalarga qarata ko'z qarashlarini va chaqchaqlarini davolmasa qiynalib ketadi. İbrahim Abdulhamdini ko'proq so'ziltish maqsadida u gapdan to'xtagan hamon uning og'zini ko'chilidi. Abdulhamdi shu an o'zini bosolmay so'zlab ketdi. İbrahim so'ziltish orqali uning qandoq odamligini bilmoqchi bo'ldi. "Saqchilarning ichida tunuydiganlaringiz bormi?" tuyuqsiz so'radi İbrahim. Bu savol Abdulhamdiga tuyuqsiz bilindi. U sal ishkilinib turdi. Ondan yana bir maydon shaxmat o'yinini boshlamoqchi bo'lgandek sagaklik bilan so'radi. "Buni so'rab nima qilasiz?" "Men do'stlarimdan qo'lga ilinganlari bor yo'qligini o'qishmoqchidim", dedi İbrahim parvosiz qiyofatda. "Bir saqchi amaldorni tunuyman. Uning bilan hamisha qahvaxonada birga bo'lib qolamiz." Abdulhamdining ko'zlaridan mug'ambarlik chiqib turadi. "Siz uningdan qo'lga ilinganlarning tizimligini ola olamsiz?" dedi İbrahim. "Meningcha, kimni o'qishdiganligingizni aytib bering. Men uningdan tinglab boqay", dedi Abdulhamdi ko'zlarini hilgarlik bilan o'ynatib. İbrahim Muhitning fikrini olmoqchi bo'lgandek uningga qaradi. "Abdulhamdi ham ishning hodisidan chiqolmaydi." Muhitning chiroyidan Abdulhamdiga ishonmaslik chiqib turadi. "Qandoq bo'lsin, İbrahim apandining hojidan chiqishga men tayyor", dedi Abdulhamdi Muhitning gapiga parvo qilmay. İbrahim cho'nqur o'yga cho'mib, xeyli vaqtgacha un chiqmadi. Abdulhamdi kulib turib, "İbrahim apandi, menga ishonishingizni umid qilaman. Men sizlarning ishinglarni bilishni emas, sizning ishonchingizga erishishni xohlayman", dedi. İbrahim xuddi cho'ng bir maxfiyatlikni aytayotgandek tuvan ovoz bilan. "O'qishmoqchi bo'lgan og'inlarimning birining ismi Muhammad Murtaza, yana birining ismi Samir Oyub." Muhit cho'chib to'libdi. "Nima qilganingiz bu? Bundaq ishlarni aytadiganға u shuncha yaxshi ishonchlik odammi?" İbrahim Muhitga qarab qo'yib beshini sanglatdi va "Men hozir har qanday odamning yordamiga muhtoj. Abdulhamdiga ishinaman", dedi kishini hayajonlantirgudek talaffuzda. Muhit ortiq gap qilmadi. U İbrahimni butunlay tushunib ketmasimi, shu topdagi maqsadini tushundi.
Xotirjam bo'ling, men atila javob berib kelaman. Abdulhamdi gapirdi jon kirdi. Biroq siz bularni saqchi do'stingizdan qandoq so'raysiz? Paxas bo'ling. Uni hargiz ajab bu ishni so'rab ketdi-ku deydigan o'yga keltirib qo'ymasdan chandurmay so'rang. Oldirmang. Bo'lmasa uning gumonini qo'zg'ab qo'yasiz. 2-3 yoki 3-4 kun ichida surishtirib bilsingizmi bo'ladi, dedi İbrahim xotirjamlik bilan. Abdulhamdi İbrahimning o'zining aqlliqligini bilolmaganiga afsuslangandek hijiyib turib, "Chatoq yo'q. Bu ishni men höddi qildim. Bu qanchalik ish deysiz?" dedi. Abdulhamdi qizg'inlik bilan İbrahimga qo'l berib xo'shlashdi. Uydan chiqqanda İbrahimning amdi o'zining alqiniga tushganligiga qattiq ishondi va pan-farosatiga barkalla o'qig'ili tas qoldi. "Nima qilganingiz bu?" dedi Muhit İbrahimga pichirlab. İbrahim do'stim ko'zlarimdan ko'nglimdagini bilib olmasin deb Muhitga qaramasdan javob berdi. Bu uyni nazorat qilib turmaslik uchun uning ishonchisiga erishishim kerak. Shundoq bo'lganda men bu uydan chiqsam u orqamga tushmaydi. U sizning do'stlaringizni oshkorlab qo'ymamdi. Hech nima bo'lmaydi. Nima ish qildi? dedi Muhit do'stining bag'ri qattiqligini ayblagandek. Mening undaq do'stlarim yo'q, dedi İbrahim kulimsirab. Ehtimol undaq ismlik odamlar to'ralmagan bo'lishi mumkin. Agar u saqchiga ma'lum qilsa bizga foydaliq. Chunki saqchilar qaymoqib qoladi. Muhit hayron bo'lgandan turibla qoldi. Ondan azoblangan holda. "Menmo shundoq tushungan edim", dedi. Muhit shuning uchun azoblandiki, u qahramonlar yolg'on aytib odam aldaydi deb zodila o'ylamagan edi. Onuncha bo'lganda qahramonlar ilgirlaydi, o'limdan qo'rqmaydi, uchuq oshkora bo'ladi. U İbrahimning saqchilarni aldiganligini bilganida bu aldashmi qahramonlik deb bunchalik azoblanmagan edi. Ammo İbrahim bir navra akisini aldiganda u azoblandi. Nima uchun? U bir navra akisiga ich og'rityaptamdi yoki bir navra akisining aldangan, ahmaq qilingan odam emas, balki har qanday odam, hatto İbrahimmi tang kelolmaydigan aqlli, qobil odam bo'lishini umid qilyaptamdi. Bunisi uningga aniq emas. U hissiyotini qanday tushuntirishni bilmaydi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.